Shu yordamlaringga muhtojmiz. O'zim boqib, o'zim katta qilib, endi bir qizni ham chiqarish kerak. Buni uylash kerak. O'shanda shu turibdi, sholg'omlarda ovqat qilib yig'izdirib Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz hozir bitta oilaga kelganmiz. Sizlarga hozir ichkaridan bir obzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum. Hojon yaxshimisiz? Maziz yaxshimi? Sarchana yaxshimi? Xush kelibsizlar, hammalaring. Rahmat. Shu endi shu sizlardan iltimos, shu bizga yordam bersalaring, shu o'g'lim, qizim, shu yordamlaringga muhtojmiz. Shu yordam berib, shu uyimizni qo'lingdan kelgancha Xudo xohlasa, xola, xalqimiz mehribon, prezidentimiz mehribon. Uyingiz holatini ko'rdik. O'ta ayanchli holatda ekan. Xudo xohlasa, xalqimiz bilan birgalikda shu uyingizni chiroyli qilib remont qilib berish nasib qilsin ilohim hojonim. Endi shu bolalarni men o'zim boqib, o'zim katta qilib, endi bir qizni ham chiqarish kerak. Buni uylash kerak. Mana o'zim bitta odam bosh bo'lmasa qiyin endi. O'zim endi shu ikkovini nima qilib o'tiribman-da endi. Bularda qoniga non topolmaganman. O'shanda shu turibdi, sholg'omlarda ovqat qilib yig'izdirib o'tirib. Yig'lamang hojonim. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Siz ham chiroyli xonadonlarda yashaysiz nasib qilsa. Xalqimiz bilan birgalikda sizga chiroyli qilib yordam beramiz qo'limizdan kelgancha. Qishda ham shu holatda yashaysizlarmi hojonim? Ha, bunda qani to'samiz, bunda qala to'sib olamiz. Sovuq ketmaydi, o'tin yoqasizlarmi? Ha, o'tin. O'tinlardan u problema bo'lib, hali issiq ushamaydi-da, bu aynaklar yo'q ekan joylarda. Yo'q, ani andaqani to'sam, buni andaqa yiltirab to'sib, ustidan bunilar qo'yamiz. Nima karton-partonni bunday qilib qo'yib olamiz. Bizni ko'rgan kunimizni birov ko'rmasin. Hozir ko'zlaringizdan ko'rinib turibdi hojonim. Ichingiz to'la dard. Ha, endi dard qiynalyapsiz. Ha, endi aytyapman o'g'lijonim, endi bu qiynalish, qo'rlarda, nimalarda yalang'oyoq o'sha g'o'zapaylarga borar edim, oyoqlarimdan muzlab o'tib ketgan. Shu revmatizm ham bo'ldim, shu sariq ham bo'ldim. Hattoki davlinalarga ham aylanib ketdim. Yig'lab mana shu baribir endi hali nima deydi, mehr ko'zda deydi-yu, baribir yig'laganim bilan ota-onam bo'lmasa, endi tirilib kelganim. Bular endi ikkovi. Sizni hozir shuncha odam kuzatib turibdi hojonim. Kamerada bemalol qarab gapirishingiz mumkin. O'zbekiston xalqidan nima so'ramoqchisiz? Shu O'zbekiston xalqidan bizga shu yordam. Avvalambor assalomu alaykum. Sizlar bilan Sardorbek Ahmadjon. Yaxshilik Sari kanalining ashaddiy obunachilari, qolaversa musofirda uyga opa-uka, aka-uka singillarimiz. Hozirda biz Farg'ona viloyati, Farg'ona tuman Mindon qishlog'iga yetib kelganmiz. Mindon qishlog'iga yetib kelishimizga sabab, hurmatli kuzatuvchilar, yonimda turgan bola Instagramdagi Tillo bola Farg'ona blogini yurg'izadi. Xudo xolasa biz bitta oilaga kelganmiz. Azizlar, batafsil videolarni qo'yib o'tamiz, o'zlaring ko'rasizlar. Eng asosiy videolarda shu Tillo bola Farg'ona Instagram blogiga o'tib ko'rishlari mumkin. Azizlar, bu uyga kelishimizdan maqsad hozir sizlarga bir ozgincha tushuntirib o'taman. Yuringlar. Shu oila uchun mana bilasizlar, biz necha yildan beri sizlar bilan birgalikda shu oilalarga, qiynalgan oilalarga yordam beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana oilaning ahvolini qarang. 30 yildan beri shu ahvolda. Mana yerda o'zlarini bir farzandlari yotadi. Kim mana shunaqa joyda yotadi? To'g'ri, bir xilgisi aytishi mumkin, o'ziga sharoit qilmagan. Puli bo'lmasa qatdan sharoit qiladi?
qayerdan qilish mumkin? Hurmatli kuzatuvchilar, musofirdagi aka-ukalarimiz kommentariyga o'z fikrlarini qoldirib, davay yordam qilamiz, birga bir yoqadan bosh chiqarib shu oila uchun baxt olib kelamiz degan insonlar yozsin. Mana shu yerda choy ichishib, uyda sharoitlarni ko'rdilaring, video davomida ko'rasizlar. O'z fikrlarini yozib qolishlarini iltimos qilib qolaman. Batafsil videoda shu Instagramdagi Tillo bola Farg'ona kanaliga o'tib, kuzatib, tomosha qilishlaring mumkin.